Bu qissa katta-kichik novellardan iborat. Biroq ularning barchasida men uchun eng aziz odam onam siymosi bor. Bundagi odamlarning hammasini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Faqat ba'zilarining ismi o'zgardi xolos. Bu odamlarning qismati ham qaysidir jihati ham onamga bog'langan. Dunyodagi hamma onalar farzandiga munosabat bobida bir-biriga juda o'xshaydi. Bas, shunday ekan bu asar sizlarga bag'ishlanadi aziz onajonlar. Dunyoning ishlari iltijo. Oyi, men keldim. Eshityapsizmi oyi? Men yana keldim. Qarang oyi, tag'in ko'klam kirdi. Esingizdami? Har yili bahor kirishi bilan sizni dalaga olib chiqardim. Siz sharaqlagan oftobni, tiniq osmonni, ko'm-ko'k maysalarni ko'rib quvonardingiz. Esingizdami? Nevaralaringiz terib kelgan boychechaklarni ko'zingizga surtib, omonlik, somonlik qilardingiz. Bugun o'zingizning ustingizdan ham boychechak o'sib chiqibdi. Yo'q. Yig'layotganim yo'q oyijon. Bilaman. Men yig'lasam siz bezovta bo'lasiz. Hozir o'tib ketadi. Mana bo'ldi. Ertalab choyi yomg'ir yog'di. Qattiq yomg'ir yog'di. Keyin oftob chiqib ketdi. Qarang, oftob charaqlab yotibdi. Esingizdami? Siz menga oftob to'g'risida cho'pchak aytib bergan edingiz. O'sha oftob charaqlab yotibdi. Ko'ryapsizmi? Esingizdami oyi? Siz ukamga alla aytardingiz. Men allaning ohangiga mast bo'lib uxlab qolardim. O'sha beshikda men ham yotganman. Allangizdan men ham orom olganman. Nima qilay oyi? Men alla aytishni bilmayman. Qabringizni silab qo'ysam orom olasizmi? Mana ujon. Yo'q, yig'layotganim yo'q. Hozir o'tib ketadi. Esingizdami oyi? Siz bir marta o'shanda ham hazillashib, meni ham kitob qilib yozsangchi bolam degandingiz. Men sizning nimangizni kitob qilaman oyi degan edim. Xafa bo'lmang. Men hazillashgan edim. Mana o'sha kitob. Yo'q. Uni men yozganim yo'q. Uni siz yozgansiz. Men uni qog'ozga tushirib odamlarga tarqatdim xolos. Men uni dunyodagi hamma onalar o'qishini xohlayman. Bilaman. Dunyodagi hamma onalar yaxshi. Shunday bo'lsa ham, ularning hammasi sizga o'xshashini xohlayman. Axir siz men uchun bittasiz.